Umra ibodatining bajarish tartibi va fazilatlari. Bismillahirrohmanirrohim. Har bir mo'min musulmon Alloh taoloning baytini ziyorat qilishga oshiqadi. Ularning Baytullohni ko'rishga, Zamzam suvidan to'yib ichishga bo'lgan zavq va shavqlari hech qachon to'xtamaydi. Alloh taolo o'zining fazli ila o'z baytini ziyorat qilishni har bir bandasi uchun sevimli qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam umra keyingi umragacha ikkalasi orasidagilarga kafforatdir. Mabrur hajning mukofoti esa faqat jannatdir, dedilar. Umra ibodatida quyidagi amallar bajariladi. Ehrom bog'lanadi. Ka'ba tavof qilinadi. Safo va Marva orasida sa'i qilinadi. Soch to'liq oldiriladi yoki qisqartiriladi. Umra qilishga kirishgan kishi miqotdan ehromga kirish kerak bo'ladi. Ehromga kirishda quyidagi amallar qilinadi. G'usl qilish yoki tahorat olish, badanga xushbo'ylik surish. Erkak kishilar izor va ridodan iborat bo'lgan oq rangli ehrom kiyishlari afzal sanaladi. Ayollarning liboslari gulsiz, sidirg'a, ichi ko'rinmaydigan darajada bo'lishi, tor bo'lmasligi talab etiladi. Niqob va qo'lqop taqmaydilar. Agar farz namozning vaqti kirgan bo'lsa, namozni ado etgandan keyin niyat qilinadi. Ehromdagi erkak va ayol kishilarga quyidagi amallarni qilish taqiqlanadi. Ov qilish, xushbo'ylik surish, soch, soqol yoki boshqa biror a'zosining tuklarini uzursiz olish, jinsiy yaqinlik qilish. Faqat erkaklar uchun esa boshlarni yopinchiq bilan yopish, tikilgan kiyim kiyish, ichki kiyim kiyish, paypoq va shu kabilarni kiyish mumkin emas. Sunnatga muvofiq ushbu talbiyani aytish tavsiya etiladi. Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Talbiyani har aytishda 3 martadan aytish mustahab bo'ladi. To tavofni boshlagunicha imkon qadar ko'proq talbiya aytishga harakat qilinadi. Ka'baga bismillahni aytib, o'ng oyoq bilan kirib, quyidagi duo o'qiladi. Bismillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, Allohumma ighfirli zunubi, waftahli abwaba rahmatik. So'ngra tavof ado etiladi. Tavof Hajari Aswaddan boshlanadi. Bunda Hajari Aswadga ro'baro bo'linadi. Hajari Aswadning qarshisi turiladi. Ikki qo'lni ko'tarib, Bismillahi Allohu akbar deyiladi. So'ngra chap yelkani Ka'ba tarafga qilib tavof qilinadi. Agar umrachining qurbi yetsa, uni qo'li bilan ushlab o'padi. Ammo buning imkoni bo'lmasa, Hajari Aswadni qo'li bilan silab o'padi. Agar buning ham imkoni bo'lmasa, uzoqdan Hajari Aswadga qo'li bilan ishora qiladi, biroq bunda qo'lini o'pmaydi. Hajari Aswad oldida ushbu duoni o'qiydi. Bismillahi vallohu akbar. Allohumma imanan bik va tasdiqan bi kitabik va vafa'an bi ahdik va ittiba'an li sunnati nabiyyik Muhammadin sallallohu alayhi va sallam. Tavofni ado etishda baytni o'zining chap tomonida qoldirgan holda boshlaydi. Ya'ni soat strelkasiga teskari ravishda 7 marta tavof qiladi. 2 rukn, ya'ni rukni yamani va Hajarul Aswad qora toshning orasida hamda har shaft, ya'ni baytni har safar 1 marta aylanish nihoyasiga yetganda ushbu duoni o'qiydi. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Tavof nihoyasiga yetgach, maqomi Ibrohim ortida 2 rakat namoz o'qiladi. Birinchi rakatda Kafirun surasi, ikkinchi rakatda esa Ixlos surasini o'qish sunnat. 2 rakatlik tavof namozidan so'ng Zamzam suviga borib, undan to'yib ichiladi. Tavofni nihoyasiga yetkazib, Zamzam suvi ichib bo'lingach, Safo va Marva tepaliklari orasida sa'i qilinadi. Umrachi sa'i qilinadigan joyga yetib kelganda Safo tepaligidan boshlaydi. Safoga ko'tariladi va Safoga yaqinlashganda ushbu oyatni tilovat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim.
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. So'ngra ushbu hadis o'qiladi. Abda'u bima bada'allohu bihi. Alloh oyatda boshlagan, ya'ni boshlab aytgan joydan sayni boshlang. Umrachi Safoga ko'tarilgach, Ka'bani ko'radigan darajada Ka'ba tomonga yuzlanadi. Agar buning imkoni bo'lmasa, imkon qadar o'sha tarafga qaraydi va qo'lni ko'targan holda 3 marta Allohu akbar deydi. So'ngra ushbu duoni o'qiydi. La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah. Lahul mulku va lahul hamd. Yuhyi va yumit va huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q. U yolg'izdir. Uning sherigi yo'q. Barcha mulk uniki. Barcha hamd va sanoga u loyiq. Uning o'zi hayot beradi. Uning o'zi vafot ettiradi. U har ishga qodirdir. Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q. U yolg'izdir. U o'z va'dasini bajardi va quliga, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamga madad berdi va uning yakka o'zi dushman firqalarini yo'q qildi. Shundan keyin umrachi o'zi uchun duo qiladi va yuqoridagi zikr va duolarni 3 marta takrorlaydi. So'ngra Marvaga yo'nalgan holda yurib pastga tushadi. Bunda oddiy yurish bilan tushib keladi va to yashil chiroqli yashil ustunga yetib kelganda tez-tez yuradi, ya'ni sa'y qiladi. Xuddi shunday ikkinchi belgili ustunga yetganda esa yana oddiy yuriladi. Demak, sa'y faqat 2 ustun oralig'ida qilinadi. Bu narsa, ya'ni tez-tez yurish faqat erkaklarga xos bo'lib, ayollar ohista yuradilar. Marvaga yetib kelinganda esa Safoda qanday amal bajarilgan bo'lsa, o'sha amallar qilinadi. Ya'ni Marva tepaligida ham Ka'baga yuzlanib, Safo tepaligida o'qilgan duolar o'qiladi. Shu bilan bir shaft nihoyasiga yetgan hisoblanadi. Undan keyin navbatdagi shaftni bajarish uchun Marvadan Safoga yuzlangan holda tushib keladi. Bu vaqtda yuriladigan joylarda yuradi, yuguriladigan joylarda esa yuguradi. Shu tariqa Safo va Marva orasida 7 marta sa'y qilinadi. Safodan boshlab Marvada tugatiladi. Safo va Marva o'rtasida sa'y nihoyasiga yetkazilgach, soch oldiriladi yoki eng kamida bir barmoq bo'g'imicha qisqartiriladi. Lekin sochni tagi bilan oldirish afzaldir. Ayol kishilar esa sochlarining o'rimlaridan bir barmoq bo'g'imicha miqdorda, ya'ni taxminan 3 sm qisqartirishadi. Faqat shuni esdan chiqarmaslik kerakki, xoh erkak, xoh ayol bo'lsin, qisqartirishda sochining barcha joyidan qisqartirish kerak. Masalan, ayol kishi sochlarini yig'ishtiradi va ularni jamlab, sochlarining uchidan kestiradi. Erkak kishi ham sochining hamma joyidan bir xilda qisqartiradi. Shularni ado etish bilan umra nihoyasiga yetadi. Shundan so'ng umrachi ehromdan chiqadi. Alloh taolo umra ziyoratingiz va duolaringizni o'z dargohida husni qabul etsin.